meni mana siqsam nima qiladi? Bilasizmi? Bu hozir yaxshi narsadan dalil. Miyam borki siqiladi. Miyam bo'lmasa siqilmas. Tak, sho'rva pishyapti. Mohora. Mayli, mohora pishyapti. Desertga nima qilib berasiz? Qilamiz. Nima qilamiz? Tvorожный. Ko'plar kommentariyada yozdi-da, bitta konditerskiyni zo'r qiladi deb. Men bilaman, undan ham zo'r qilasiz, kichkinaligimda esingizdanmi qilib berardingiz? Oyim mana o'tib-o'tib borganlarda-chi, tog'ralarga. Lekin o'sha hammanglar so'ragan tvorожный tortni, tvorожный pirogni 3 baravar arzonga uyda qanaqa qilishni ko'rsatib beramiz. Oxirida hamma hisoblab ko'radi masalani. Retseptni yozamiz, retsept bor. Qamira oluvza, paketga tuquvza, keyin холодильникka soluvza, keyin oluvza, yoyuvza, duxovkaga tiquvza, pirog yuvza. Qanday bo'ldi? Современный рэп. Hozir biza to'rtta limon solamiz-da. Nima sababdan shu ishni qilishimizni kommentariyada yozib ketinglar. Topgan odamga nimadir sovg'a. Nima? Sotib qo'yasiz limon nimaga solinganini? Bo'pti, kesib tashlaysan dedi. Ikki tane gaping kim eshitmaydi. Bekorlar. Qo'ling. Sizlar ham yoshlikda-chi narsani qilib bo'lganingizdan keyin bunday qilib yegansiz. Biz damas. Chaplatma. Krem qilib berardim, yeb o'tirib. Keyin mana olardim. Hamma olib kelishdan yuvardik. Yo'q. Yoshlikdan tazyiq o'tkazishganman. Senga qilgan qutqaringlar, buni qutqaringlar, kim uni qutqararkin? Battar bo'l. Yoshligimda mana shunaqa urishgan, so'kishgan, hamma yonini yirtib-tishgan. Mana videolarimni ko'rasizlar, tozalaganda shu sababli qo'rqaman, kelib urib ketadi. Bay, buni qarang, bu mashshi ko'rinishi zo'r. Buni faqat yeyish kerak-ku. Faqat sovutib keyin suv kesish kerak edi-da. Bismillah. Faqat o'tirib Yorvoraysan. gap deydi qolib ketdi. Yorvoraysan. Xullas, biz shuncha mehnat qilamiz-da. Lekin chap burchakdagi borib, suvlarni mo'ralab ko'ryapti-da. Na like bosadi, na kommentariy. Podpiskachi gapiramiz bu. Yo'q, bizdan podpischilarimiz juda ham yaxshi ketmaydi. Qarang, podpiskachi pulli emas. Hozirgi kunda Instagram pul olib qo'ymaydi, kartinadan bechib olmaydi. Boshqa mashinniklar bor, kartinadan pul qo'yilmaydi. Shuning uchun iltimos bunda podpiskani bosib qo'yib qo'yinglar. Bizga ham приятно, to'g'ri. Motivatsiya bo'ladi. Qaranglar, mana qaranglar. Xullas, ko'ringlar-da, sizlarga oxirgi savol. Kommentariyada o'zingizning mayli hisoblab, nechta pulga aylanganini yozinglar. To'ppa-to'g'ri.